Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan hozirgi zamonda boshqacharoq bo'lishini xohlagan ish harakatlarini ko'rib chiqamiz. Bunda bizlar ingliz tilida qanday qolip yordam beradi deydigan bo'lsak, wish plus past simple, ya'ni fe'lning ikkinchi shaklidan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Yodingizda qo'ying, wish plus past simple. Okay? Demak, bunda nima degani bu? Qarang. I wish I had more money. Qani edi menda ko'proq pul bo'lsa. Ya'ni buning ma'nosi I don't have much money. Ya'ni hozirda menda ko'p pul yo'q. Ma'nosini keladigan bo'lsak. Demak, keyingisi I wish I spoke ko'rib turibsiz fe'lning ikkinchi shakli. I wish I spoke English fluently. Qani edi men ingliz tilida ravon gapira olsam. Qani edi degan ma'noda ishlatamiz ekan. Demak, I cannot speak fluently now. Ya'ni bu degani hozirgi zamonda men ingliz tilida yaxshi gaplab bilmayman. The next one, I wish I lived in London. Qanada men Londonda yashaganimda. I don't live in London now. Ya'ni hozir men Londonda yashamayman degan. Demak, bu temamizning asosiy mazmuni qani edi deb ishlatiladi.